Yo-mayo. Nima bo'ldi? Tushunursan, qayerdaman? Yo-mayo. Skelet. Tushunmadim. Stop. Bu yerni eslayapman axir. Axir men boyaga uydaman. Tushunursan, mana bu yerda skelet yotibdi menimcha. Axir uyda edim va ko'zi oq odam meni Tushunursan, hamma inson bo'lsa sizlar bilan men Kompotman va yangi videomga xush kelibsizlar. Menimcha kecha menga hujum qilgan oq odam shu yerga olib qo'ygan va bu o'sha odamning uyi ekan. Men o'ylagandim kimning uyi ekan deb. Mana endi hammasi o'z joyiga tushdi. Tushunursan, lekin aydan nima uchun? Bu nima uchun meni o'g'irlab ketdi? Bo'lishi mumkin emas. Axir unga hech qanaqa yomon, balki men uni shirinligini olib qo'ygandim. O'shaning uchundir. Tushunursan, nima bo'lgan taqdirda ham bu yerdan ketish kerak. Bu yerdagi skeletlarga qaraganda u umuman yaxshi odam emas, do'stlar. Agar umuman odam bo'lsa, lekin odamning ko'zlari bunaqa yonmaydi. Mayli do'stlar, mayli. U xavotir olmaslik kerak. Xo'sh, bu yerda nimalar bor ekan? Bo'sh. Xo'sh, bu yer ham bo'sh. Tushunursan, okey. Bu yer ham bo'sh. Axir mening narsalarim bor edi, to'pponcham bor edi. Bu yerda mevalar bor ekan. Yaxshi, bittasini olaman, lekin avval safar olganimda bu yerda achigan go'sht, kartoshka va yana do'stlar, menimcha mevani olmaganim ma'qul. Bug'doy, balki bu yo'q do'stlar. Bodoni ham olmayman, chunki rostini avval safar shirinlikni olganimda meni shuncha vaqt kuzatib yurib, yana uyga ham olib keldi. Shuning uchun hech narsani olmaganimiz ma'qul va joyiga qaytarib qo'yamiz. Mayli. Xo'sh, mevani o'z joyiga qo'yamiz. Endi esa bu yerdan chiqish yo'lini o'ylashimiz kerak, do'stlar. Mayli. Sizlar esa like bosishni unutmanglar. Xo'sh, stop qani, balki skeletda biror nima rostini nimadir bor ekan. Hujjat va kompas hamda kalit. Balki bu kalit chiqish eshiginikidir. Xo'sh. Yo'q, buniki emas. Demak, unisiniki bo'lishi kerak. Jinusdan, lekin qanday chiqishim mumkin bu yerdan? Hattoki qutilarda ham hech narsa yo'q. Stop. Mana bu yerda nimadir bor, menimcha cho'ntagiga solib qo'ygan va shu yerga tushib qolgan. Xo'sh. Tugma. Do'stlar, tugma bilan eshikni ochishimiz mumkin, lekin afsuski bir taraflama bo'ladi, ammo nima bo'lganda ham chiqib ketishimiz mumkin bo'ladi. Xo'sh, mana bu yerga tepaga qo'yaman va bo'ldi, yaxshi. Chiqib bo'ldi, tushunursan. Skelet. Mayli, lekin hozir bu yerdan chiqishga urinib ko'ramiz. Do'stlar, yopiq, qanday kal to'g'ri yo'q, kal to'g'ri kelmas ekan. Bu do'stlar tezroq bo'lish kerak, ish qilib tepada hech kim bo'lmasin. Lekin buncha baqirishimga qaraganda rostdan ham hech kim yo'q. Agar birov bo'lganda chiqib kelardi. Menimcha uy biroz o'zgargan avvalgi safardan. Mayli, hozir do'stlar ichkarini ko'ramiz. Jo'nursin, yana bitta bechora. Mayli. Oshxona. Mana nimaga sovg'a ekan. Pechka avvalgi safardan farqli o'laroq yonib turgan. Mana narsalarim. Do'stlar, narsalarim shu yerda ekan. Bu esa ajoyib, to'ponchamni olishi mumkin. Va agar kelib qolsa, unga hujum qilaman. Mayli do'stlar, xo'sh, shu yerda bo'lish kerak va buni olamiz. Buni va bo'ldi. Endi asta-sekin ketishga harakat qilsam bo'ladi. Afsuski telefonimni quvvat qolmabdi, mayli. Yaxshi do'stlar, xo'sh. Nima qilamiz yana? Xo'sh, bu yerda ham yana ozgina oziq-ovqat va bo'ldi. Lekin bu yerda kal to'g'ri balki Jinusdan skeletda ham narsalar bor ekan. Xo'sh. Bu yerda tosh, arqon va kitob. Xo'sh, do'stlar, hozir bu yerda necha kundan beri qochishga urinyapman, ammo bu befoyda. Rostdan do'stlar, lekin birinchi kelgan vaqtimiz bu yerda hech narsa yo'q edi, bilasizlarmi? Hamma yo'q top-toza edi. Hozir esa skeletlar. Qani boshqa varaqlarda, do'stlar, gilamni ko'targanligini ko'rgandim. Balki bu yerda nimadir bordir. Qiziq, lekin qaysi gilamni ekan? Mayli do'stlar, hozir ko'rib chiqishimiz kerak. Bu yerda do'stlar, seyf bor ekan. Yaxshi. Xo'sh, bu yerda esa qilichlar. Okey. Lekin menga qarashlar kerak emas, chunki to'pponcha kuchliroq va bu yerda nima bor ekan? Kiyimlar, xo'sh, va sandiq. Mayli do'stlar, hozir qani sandiqning ichida do'stlar, kalit yana bitta, balki mana shudir eshikniki. Shuni ko'rishimiz kerak do'stlar. Agar to'g'ri kelsa juda ham zo'r bo'ladi. Verstak va bo'ldi, boshqa hech narsa yo'q do'stlar. Yaxshi. Qiziq, shkafda nima bor ekan? Qani? Nimadir bor. Va bu yerda richak bor ekan do'stlar. Richak, do'stlar, kelinglar. Mana bu yerda tepada lyuk ko'rgandim. O'shani ochishga harakat qilib ko'rishimiz mumkin. Mana shu narvodan tepaga chiqib ketamiz. Va stop. Eshityapsizlarmi? Tushunursin. Do'stlar, menimcha kelyapti kimdir. Tushunursin do'stlar, quloq solish kerak. Xo'sh.
Chunki eshik qulfi ochilgan ovoz keldi. Ha, Jinurson. Do'stlar. Tushunmadim. Yana chiqib ketdi shekilli. Boshqani. Hozir do'stlar ko'ramiz. Okey. Va hech kim yo'q shekilli. Bu yerda hech kim yo'q. Bu yerda ham hech kim yo'q. Ajoyib. Jinurson ana do'stlar. Shurda yuribdi. Jinurson menimcha meni ko'rmadi. Meni ko'rmadi, yaxshi. Yo-mayo. Bu yerdan chiqib ketib ham bo'lmaydi. Ochilmayapti mana Jinurson. Yaramas. Qanaqadir boshqachasiga o'rnash kerak bo'lgan shekilli, mayli. Bo'lganda ham meni ko'rib qolmadi. Asosiysi, xo'sh, do'stlar, balki mana bu yerga kirib olarman. Lekin kelgandan bularga shu yerga kirsa kerak. Yo'qligimni sezgandan Jinurson bu yerda hatto olishga hech narsa ham yo'q. Mayli do'stlar, hozir birini o'ylab topamiz. Eshik ochiq do'stlar. Shuning uchun balki qochib ketarmiz, ha? Ha, do'stlar, qochib. Sovuqligini. Yo-mayo. Jinurson, qochib keta olmadim. Iflos meni ko'rib qoldi. Narsalarimni ham olib qo'yibdi Jinurson. Meva. Biroz yeb olaman, chunki qornim ochib ketdi. Mayli, va ovqat tinchlanishga ham yordam beradi. Jinurson yaramas. Yo-mayo, hamma yo'q qon bo'lib yotibdi. Meni urdimi nima bo'ldi, lekin hech qayerim og'rimayapti, shunchaki juda ham sovqotgan va narsalarim hammasi yo'q. Iflos. Bu yerda hech narsa yo'q. Axir hammasini olgandim. Jinurson, lekin knopka joyida. Demak chiqib ketish mumkin. Yaxshi do'stlar. Okey. Yo'q, qon albatta endi u yerga qaytib kirib bo'lmaydi. Jinurson eshik esa eshik qulf. Jinurson, ko'p aylanib yurmasdan tezroq qochib ketsam bo'lar ekan. Bu yerda hech kim yo'q, hammasi bo'sh. Bo'pti. Narsalar o'z joyida. Pechkada esa, avvalroq ko'rmaganman bu yerda zajgalka va ko'mir. Albatta ko'mir nima qilishini bilmadim, lekin mayli, zajgalka ham yomon narsa emas. Shkafda Jinurson qon va instrumentlar. Yo-mayo, bu yerda boltalar, pichoqlar. Jinurson, mayli, boltani olib olaman. Pichoqni ham, pichoqni ana o'sha yerga eng uzoq joyga qo'yib qo'yaman, shunda topolmasa kerak. Asosiysi, Jinurson, eshityapsizlarmi? Xurrak ovozi. Yo-mayo, qo'lyapti shekilli, mayli, hozir mana bu yerdan emaklab o'tamiz eshik yonidan. Xo'sh, yaxshi. Okey do'stlar, ammo yo'q, qon bo'lib yotibdi. Mayli, hozir ozgina qoldi. Bo'ldi. Bilmadim nimaga bu xonaga keldik, balki shkafda birormi? Yo'q, shkafda hech narsa yo'q. Mayli, balki narsalarim shu yerdagi sandiqdadir. Bo'pti, kiyimlarning ichi bo'sh. Xo'sh do'stlar, sandiqni hozir ko'ramiz va Jinurson hech narsa yo'qotib boshlar. Yo-mayo, endi bu yerdan qanday chiqamiz? Balki do'stlar, derazani sindirib ko'rarmiz. Chunki axir instrumentlar pastda turibdi. Agar derazani sindirib olsak, bu yerdan qochib ketishimiz mumkin bo'ladi. Albatta, bolta deraza sindirishga unchalik ham to'g'ri kelmaydi. Shuning uchun motor bolg'ani olib kelaman. Pastda katta bolg'ani ko'rgandim. Hozir do'stlar, ozgina eshikning tagidan o'tishimiz kerak va bo'ldi. Sekin bo'ldi, shundan tushamiz va do'stlar, shu bo'lishi kerak. Sizlar esa obuna bo'lib, like bosishni unutmanglar. Shunda keyingi qism tezroq chiqadi. Xo'sh, yaxshi do'stlar. Hozir tepaga qaytib emaklab chiqib olamiz, bo'ldi. Yaxshi do'stlar. Yana ozgina qoldi. Shunda ozodlikda bo'lamiz. Asosiysi bu yerdan tezroq qochib ketsak bo'lgandi. Do'stlar, derazasini va ovoz qattiq chiqsa, lekin eshitib qolmadi deb o'ylayman. Bo'ldi do'stlar, chunki xurrak ovozi tinchib qoldi. Tezroq qochish kerak do'stlar. Tezroq. Jinurson. Yo-mayo. Jinurson, yana qocha olmayapman. Va derazalarga nima bo'lgan? Panjarami? Tushunmadim. Derazadan qocha olmasin deb qo'ygan iflos. Endi qanaqasiga chiqaman? Mayli. O'ylash kerak. Jinurson, agar derazadan chiqa olmasa, hech bo'lmasam hozirdan chiqishim kerak axir. Mayli. Pichoq qolibdi. Jinurson do'stlar, pichoqni topolmabdi, lekin yo-mayo, axir qochish uchun yagona yo'limiz edi. Jinurson, lekin axir menda pichoq bor. Pichoq bilan esa bir narsa qilsa bo'ladi hozir do'stlar. Yaxshi va bo'ldi.
Sizlar nima deb o'ylayapsizlar? Shunchaki taslim bo'ladi debmi? Yo'q, do'stlar, like bosinglar hoziroq. Mayli do'stlar, yaxshi. Omadimiz keldi endi esa. Xo'sh, bu yerda Jinusning instrumentlari yo'q. Okey. Xo'p, do'stlar, xo'sh, bu yerda nima bor ekan? Jinusning bir ham bo'sh. Sandiqda hali ham hech narsa yo'q. Bu yerda ham panjara, lekin do'stlar, bilasizlarmi? Mana buni ham o'chish kerak. Jinusning kirmayapti, to'g'ri kelmayapti. Yo'q. Jinusning bu bilan ochilmayman, lekin bu yerda ham hech kim yo'q. Yo'q. Jinusning. Mayli. Stop. Eslaysizlarmi? Axir kitobda yozilgan edi, gilamni ko'targanday bo'ldi deb. Gilamni oldi deganimda, xullas balki gilamni tagida biror nima bor edi. Faqat men bilmadim gilam bu yerda qayerda bor. Bu yerda pol bo'sh. Bu yerda ham hammasi bo'sh va Jinusning ikkitalab panjara. Gap bo'lishi mumkin emas. Mayli, lekin baribir qochib ketamiz do'stlar. Xo'sh. Asosiysi sizlar qo'lib qo'tisizlar bo'lgani. Mana axir Jinusning burnim tagida turgan ekan, bilmay o'tiribman. Xo'sh, bu yerda hech narsa yo'q. Mayli, hozir bunisini ham. Mayli, oxirgi umid shunisidan va yes do'stlar. Bu yerda quti bor ekan va nima bor ekanligini hozir ko'ramiz. Xo'sh, yaxshi va do'stlar, hamma narsamiz shu yerda ekan, yashirib qo'ygan ekan. Mana o'sha kitob Jinusning shu yerda yozilgan edi. Yaxshi ham oxirgi vaqtda esimga kelib qoldi do'stlar. Mana gilamni ko'targanda, do'stlar, ana endi bu yerdan qochish vaqti bo'ldi. Mana shu kitob orqali buni kim yozgan bo'lsa ham katta rahmat va hozir bularni hammasini olamiz va bu yerdan asta-sekin qochishga harakat qilamiz. Sizlar esa like va obuna bo'lishni unutmanglar. Agar avval negadir bu ishni qilmagan bo'lsangiz, hayronman. Qanaqasiga mening kanalimga obuna bo'lmasligi mumkin do'stlar? Yaxshi bo'ldi, hamma Jinusning yopil bo'ldi. Ajoyib ish yo'q. Do'stlar, endi bu yerdan ketish vaqti bo'ldi. Qani to'g'ri kelarmikin? Yo'q. Jinusning axir qanaqasiga stop save. Balki bu kallardan biri safega to'g'ri kelar va Jinusning. Do'stlar, safeniki ekan va safe ochildi. Ammo uni ichida nima bor ekan? Xo'sh, kalit. Va bu boshqa kalitlarga o'xshamaydi, balki bu chiqish eshiginidir. Xo'sh do'stlar, qani hozir ozgina qoldi va qani yes do'stlar, bo'ldi, bu yerdan qochish vaqti bo'ldi. Yaxshi, hozir qullaymiz va ketdik do'stlar, bo'ldi. Bu yerdan tezroq qochish kerak. Yaxshi, hozir do'stlar, Jinusning yo'q, hayajondan oyoqlarim yumshab qoldi. Mayli, lekin bu yerga qaytib kelaman. Do'stlar, sizlarga va'da beraman, bu yerga boshqa qaytib kelmaslikka. Qishloqqa yetib bo'lsam bo'lgani. Jinusning. Mayli, hozir do'stlar, tezroq qochish kerak bu yerdan. Bo'ldi, bu yerga endi hech qachon qaytib kelmayman. Nihoyat qishloqqa yetib keldim. Bo'ldi. O'zi unchalik uzoq emas, lekin bu yerda bo'lgan voqealar menimcha 2-3 kuncha qolib ketdim. Bo'ldi. Jonajon qishloqqa qaytib keldim. Joyi do'stlar. Sizlar esa hozir like bo'linglar, aniqroq obuna bo'linglar. Hattoki Hoyjondan nima deyishni ham bilmay qoldim.